Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarına başlayımız. Leksiya arasıda giriyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 9. ayının 15. günü. Vaziyet. Hazır bütün dünyada dikkat kılıvatkan vaziyet Otur Asya'da Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yığını. Bunun sebebi 3 yıldan beri bu taraflarga emas, dünyada qandaq bir davlat ziyaret çıkmagan Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yetip geldi, yığınıga yetip geldi degan gaplar çoğun gap emas, lekin dikkat kılıvatkan noktalar. Deyli Qazaqstanda Qarish elinde ötken dedik, Prezident Toqayevning o'zi ortiqcha aeroplan stansiyasiga chiqqanligi edi. Shundaq O'zbekistonda mı Qirg'iziston Qarish elinde. Hazır bular söhbet 14. günü deyli. Lekin söhbet keltirib bir natija yo'q. Bugün Johnson Jemu, Susha Homo, Maşanşım üçlüsünün xabarda bir ortaq gap. Nima deseniz vatandaşım, kayfiyat tüvenğu deyil. Meyli Vladimir Putin'in olsun prezident, meyli Reis Xi Jinping'in olsun kayfiyat intayin tüven deyil. Bunun sebebi nima ekanligini bular tökkömüdü, mavzudan ko'rib o'tma, bularning azayat turdi, torbiydi de. Nima sebep ekanligini bilolmaydi. Onda men o'tgan sizlarga dedim, 9. ayning 14. kun bu vaqt esinglarda bo'lsin dedim vatandaşım. Degandek 9. ayning 14. kuni kaç saat 8 Washington vaqti. Mening ochgan vaqtim shu. Amerika ovozida Davlat Majlisida ma'qullangan Tayvan siyosat qonunini e'lon qildi. Bugün evvel bu leksiyani sizlarga yetkazib o'taylik. Biz bu Tayvan siyosat qonunining qaysi darajada yirik ve qaysi darajada yumshoq ekanligini hozir sizlarga ayirib berolmaymiz. Lekin 14. günü Reis Xi Jinping, Prezident Vladimir Putin, Qozog'iston, Toshkent, O'zbekiston, Samarqand dal shu kunda 14. günüde Devlet Meclis Tayvan siyaset kanunu ilan kılınışı bu devletler ara siyasetlerdeki uçuk ve fikirlik bir semere buluşu mümkün. Siz biz düşünmeyimiz bunu. Vakit şunun doğrunlup kalğanlığı. Bu siz biz dikkat kıldıgan bir nokta vatandaşım. Endilikdeki mavzu Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Tayvan siyaset kanununu ma'qulladi. Mavzuli xabar 9. ayning 15. günü Amerika ovozining Xitoy tilli programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Capitol Hill Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti 9. ayning 14. gün chorshanba 17 bilet bilan 5 biletga qarshi ustunlik bilan Tayvan siyaset kanunini ma'qulladi. Her qaysi taraflar dikkat kılıvatkan bu kanunlayı 1979 yıl imzalangan Tayvan münasebetleri kanunidan keyinki Amerika'nın Tayvan siyasetinin umumiyüzlük kuruluşu bulup kaldı. Bu kanunlayı Kengash Palata Tashqi Munosabatlar Komiteti reis senatör Bob Menendez ve senatör Lindsey Graham o'ttirib qo'ygan qonun loyiha edi. Senatör Bob Menendez komitetining bu qonun tasdiqlash yig'inida bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Bu bir parcha ishga partiyaning qo'llashiga erishgan qonun loyihaning modelleri tuvandagilarni o'z ichiga oladi. Amerika Tayvan bexatarligi to'g'risida ko'rsatadigan tirishchanligini ilgari surdi. Demek Amerika devamlı kaldı Tayvan'dan bexatarligi ko'ngil bo'ladi. Bu rayonning bexatarligini kapolatga qildi. Amerika ikinci qadamda bu rayonning Tayvan bo'g'iz rayonining bexatarligini kapolatga qildi. Uchinchi qadamda Jumhur Xalq Jamhuriyatining Tayvanga tajovuz qilishni tadrijiy cheklaydi. Demek bu yoqda Cumhuriyet partiyasining o'zi uchun aytganda bir tirishchanlik ko'rsatish yo'li, hayotlik yo'li cheklandi degan gap vatandaş.
Qanunlarga nihoyatda keng doirali iqtisod embargo funksiyasi qurish orqali Jungo Kompartiyasining Tayvanga qaratgan dushmanlik harakatlarini badal to'lash kelib keladi. Senator Bob Menendez bayonotida bunday ko'rsatdi. Beijing Tayvanga majburlash xarakterlik tashqi siyosat yurgizayotganda, siyosat, harbiy, iqtisodiy tadbirlarni qo'llanayotganda, bugun bu qonun loyiha unumli qoldi ikki partiyaning ovoz qo'yishiga erishdi. Bizning Tayvanni erishmay qo'llaydiganligimizni ko'rsatib berib qolmay bu qonun loyiha o'xshashli Amerika Davlat Majlisining bu xiristlar yuzlanganda halqalaq rol o'ynaydiganligini ko'rsatib berdi. Senator va rais Bob Menendez yana mundaq ko'rsatdi. Tashqi munosabatlar komitetining raisi Bob Menendez mundaq ko'rsatdi. Biz o'zimiz duch kelgan voqealar oldida hushyor, sezgir bo'lishimiz kerak. Xuddi o'zimizning javob qaytarishimiz sezgir va hushyor bo'lganimizdek. Garchi ba'zilar yana talash tartish qilsa-mu, lekin bu qonun loyihaning muhim diqqat og'diradigan tarafi tajovuzchilikni cheklash va Tayvanning iqtidorini kuchaytirishdan iborat. Siyosat tashkari ol Tayvanni qo'llaymiz, kuchaytiramiz, tajovuzchilikni cheklaymiz. Bugun biz ma'qullagan Tayvan siyosat qonun loyihasi aniq qilib bunday ko'rsatildi. Amerika urushga urinmaydi va Jungo bilan bo'lgan jiddiy munosabatlarning jiddiyligini ham ko'paytmaydi. Dal buning aksicha. Mush cümle bir şey qanday qo'yildi bilmadim. Xitoy shunday tarjima qildi. Bu orolga qurolli hujum qilishni yuqori ko'tarish orqali to'laydigan badal uni xatarini yuqori ko'tarib o'tib, ishga oshirishga amalsiz qolganda bu Jungocha aytilayotgan gap bo'lishi mumkin. Biz ehtiyotkorlik va strategik ravishda duch kelgan mavjudlik tahdidini tuvallatdik. Biz yana Tayvandan strategik ravishda Tayvan duch kelgan mavjudlik va tahdidni tuvallatdik. Senator Jim Reid chorshanba kuni bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Bugun Tayvan duch kelgan masalalar 23 milyon Tayvanlik uchun intayin ig'ir bo'lib qolmasdan echib etilgan erken endi tinch okean rayoni uchun intayin muhimdir. Biz kelgusi yuz beradigan krizisning oldida mengishimiz lozimdir.